Kuchli ayollar hech qachon uyda bekor vaqt o'tkazishmaydi. Ularning har bir daqiqasi qadrli va qimmatli bo'ladi. Bunday ayollar o'ziga ishongan, energiyasi ko'p, giperaktiv bo'lishadi. Bilim va yangiliklarni bilishga tashnalik ularni aslida bezab turadi. Yangi munosabatlarga, yangi do'stlar orttirishga doim harakat qilishadi. Energiyasi shunchalik ko'p bo'ladiki, hammaga yordam bergisi keladi. Yaxshiliklar qilgisi kelaveradi. Energiyasi ko'p ayol faqat shaxsiy hayotda emas, o'z sohasida ham eng zo'ri bo'ladi. Energiyaga to'la ayol mustaqil, erkin fikrlovchi va doim o'zining aytar so'zi, pozitsiyasi bo'ladi. Kuchli ayollar hech qachon uyda bekor vaqt o'tkazishmaydi. Ularning har bir daqiqasi qadrli va qimmatli bo'ladi. Bunday ayollar o'ziga ishongan, energiyasi ko'p, giperaktiv bo'lishadi. Bilim va yangiliklarni bilishga tashnalik ularni aslida bezab turadi.